Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana shu fasonni sizlarga kvadratni olib chiqarib beraman. 20 metrga 70 santimetrlik ko'cha zontimiz 10 ta kvadrat bo'lyapti. Joyda o'zi bu двойнойdan oshiq двойной ketish ehtimoli bor. Masalan, yo'l tagidagi karniz 36 santimetrdan, devor tagidagi 25, o'rtasidagi PS 15,5 santimetrdan chiqadi. Ular jami bo'lib 76 santimetr bo'lyapti. 20 metrga 76 santimetr 15,5 kvadrat bo'lyapti. Bu doskani kamari bor. Uni 6 santimetr qoladi. 12,5 santimetr rasxoddan chiqadi. 50 santimetr 12,5 santimetrdan 33 dona tushadi shtuk. Ona to'rtburchak plastrlari bo'lsa 57 santimetrga 62,5 santimetrdan chiqadi. Uni shtugi ham 33 dona. Masalan, joy 20 metr bo'lsa, 62 santimetr bo'lib bersangiz 33 dona yo 34 dona shtuk tushadi. Buning kvadrati esa 11 kvadrati 7625 desat. Bakovый ikki chekka yopqich, yarim kvadratdan 1 kvadrat. Jami kvadrat shu oppoq fasonga 30 kvadrati 26875 desat bo'ldi. Endi bilib olgan bo'lsanglar, like bosib qo'yinglar. Nima uchun deganlarga ham tashab qo'yinglar.